Salom do'stlar, Germaniyadan. Bugungi infologimda sizlar bilan Sperkonto, ya'ni bloklangan hisob raqam haqida gaplashamiz. Bloklangan hisob raqam o'zi nima? Agar siz Germaniyaga e, D viza bilan kelyapsiz, Sprachkurs qilmoqchisiz, universitetga kirgansiz yoki ish qidirish vizasi bilan masalan 1 yilga yana kelmoqchisiz. Davlat Germaniya elchixonasi orqali sizni yashash xarajatlaringizni qoplay olishingizni isbotlaydigan hujjat so'raydi. Bu faqat hujjatni o'zi emas, bu pul ko'rinishida. Xullas, hozirgi aktual summa 11.904 euro 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra. Bu summa davlat uchun emas, o'qish uchun ham emas, Sprachkurs uchun ham emas. Bu hammasi o'zingizni yashashingizni finansiy tomondan Germaniyada ta'minlay olishingizni isbotlaydigan pul, hujjat. Endi bu pul nima bo'ladi? Siz O'zbekistondan turib 11.904 euroni bloklangan hisob raqamiga qo'yasiz. Ko'pchilik Expatrio yoki Fintiba banklaridan O'zbekistondan turib foydalanadi. Shunda siz u pulni qo'ydingiz, spravkasini olib ko'rsatasiz. Keyin Germaniyaga kelganingizdan keyin Germaniyadan anmeldung qilasiz, ya'ni bironta joyga yashashga kelib, o'sha joydan ro'yxatdan o'tish kerak. Ro'yxat qog'ozingiz bilan bankka borasiz, davlat bankiga. U joyda siz hisob raqam ochishingiz kerak. U hisob raqamingizni ochganingizdan keyin boyagi bloklangan Fintiba yoki Expatrio bankidagi hisob raqamingizga o'sha spravkani jo'natasiz hisob raqamingiz bilan birga ochilganini ko'rsatib va ular sizga oyma-oy bloklangan hisob raqamingizdan bir oyda masalan 11.904 12 ga bo'lib hisoblab, o'shani oyma-oy o'zingizga oyi 1-sanasida qaytarib berib turishadi. Bu pulni hammasini birgalikda 100% bir vaqtda olishingiz mumkin emas. Bu o'sha 12 oyga bo'lib o'zingizga qaytib berishadi. Xullas shunaqa. Endi shaxsiy tajriba. Mani tanishlarim Germaniyaga kelishgan, 2 ta tanishim va ular universitetga kelishgan. 1 yilga o'zi aslida kamida 6 oyga yoki 1 yilga O'zbekistondan turib kelayotgan studentlarga viza beradi Toshkent elchixonasi, o'sha Toshkentdagi Germaniya elchixonasi. O'shanda siz agar masalan 6 oyga topshirib harakat qilib ko'rishingiz ham mumkin. Mani tanishlarimda masalan o'xshagan. To'g'ri, bu risk, lekin siz masalan 12 oyga katta summa bo'lib ketadi-yu, 12.000 yevroga yaqin bo'ladi. O'shani masalan 6.000 hisob raqamiga qo'yib ko'rsatsangiz, elchixonada spravkasini shuncha summam bor deb o'xshash mumkin. Bu men uchun o'sha paytda yangilik bo'lgan. O'zi mani tanishlarim uchun ham, lekin o'sha paytda risk qilib shunaqa qilib ko'rganimizda 2 ta tanishimda o'xshagan. Xullas, sizlar ham agar riskka tayyor bo'lsanglar, qilib ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshasa, masalan, 6 oydan keyin agar bu yerda Germaniyada o'sha pullarni ishlatib yurasizlarda, viza cho'zdirishga kelgan paytda balki ichga kirib ketgan bo'larsizlar. Chunki Germaniyada 20 soat studentlar ishlashi mumkin-ku. O'shanda siz masalan ishlab yonma-yon o'qishingiz yonida pul topsangiz, vizangizni shundoq cho'zdirishingiz ham mumkin o'sha ish shartnomangiz bilan. O'shanda sizga Germaniyaga kelishga shuncha ko'p pul shart emas, lekin 6 oydan keyin viza cho'zdirayotgan paytingizda ish shartnomangiz bilan ishlab ketaverasiz, keyin vizangizni ham cho'zdirib olasiz. Xullas shunaqa. Agar shunaqa risk qilishga tayyor bo'lsanglar, keyin o'xshagan bo'lsa, masalan qilganinglardan keyin kommentariyalarda yozinglar. Bu men uchun qiziq bo'ladi. Sizlarda ham o'xshadimi? E'tibor uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.